Asadbek rostdan ochildimi endi 2 Pro'larga rassrochka? Ha, ochildi. Boshlang'ich qanchadan? Boshlang'ich 30% dan 36 oygacha. 36 oygacha uzuni narxida narxida bo'lib to'lash imkoniyatini ochildi, hech qanaqa foiz bo'lmaydi. Yo'q. Foizsiz. Shunda oylik to'lov qancha chiqadi misol uchun? 3 yilga bo'lsa 1 million 790 ming so'mdan chiqadi. Do'stlar, 3 yil muddatga oylik to'lov 1 million 790 ming so'mdan chiqadi. Agar sizga bosh to'lov qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring. Aniq ma'lumotlarni beramiz. Bu Tigo 2 Pro avtomobilimiz bir turbina hisoblanadi. Ponnabak benzin bilan, Ponnabak propan bilan yaqin 2000 km yuradi. Salon qismini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Ancha keng, o'rindiqlar hammasi eko-koja bilan jihozlangan. Orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Bagaj qismi esa shunda 480 litrni tashkil etadi. Bagajni ko'rishingiz mumkin, juda ham keng. Pastda nomer qoldiraman, bog'laninglar yoki bo'lmasam profildagi silka orqali o'tinglar, Telegramda aniq ma'lumotlarni tashlab beramiz.